Shunday bir duoni o'rgataymi? Shu duoni o'qisangiz, g'am ham ketadi. Har qancha katta bo'lmasin, Alloh taolo uchun hech narsa emas sizning g'amingiz. Va qarzingiz har qancha katta bo'lmasin, Alloh uchun hech narsa emas. Faqat ixlos bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib ochishni kerak bu duoni. Har rostla o'rgating dedi. Payg'ambarimiz nima o'rgatyapti? Tong ottirsiz yoki kech kirgizsiz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayn va qahri rijal. Faqat iymon bilan, e'tiqod bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib, Parvardigoro, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Ojizlik va yalqonlikdan panoh tilayman. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman. Qarzlarga yengilib qolishlikdan va kishilarning